Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Eşhedü en la ilahe illallah. جهنم كذلك نجزي الظالمين. Neden açtık adam? Halil tukan açtık adam. Akan meslek tayyorlig'ini to'q, meslek olamsiz. He, Allah razı olsun. Hazır çıkayım inşallah. Anne bak kıskanç gitti. Oy tatlı kızım, omak kızım, kuz içi ketdi barım. Ben sizga yeydigan narsa beray bo'lamdi. Omak kuzim. Tatlı kızım, sizga beray. Yakıyatta almadım. Omak kızım, bundan yeyip durunca bak kızım. Bulamdı. Halit abi. Baladın elip yemezken. Ola bula. Kızım, siz tatil vaktinizi faydalanıp tukunuzdan keyin Kur'an savatını çıkarttık. Cima? Ma'qul dedim. Çay içeceğim. Ne vaktim bir aldıraşılap kılıp fakat bir almamış bulamıyorduk. Kanda ahvalın lan, kim çıkıp gittin lan? Ahvalın nereden nereye geçen? Biraz ihtiyacın var, var mı? Okuşunu kadar bakkan. Yaxshi aka, Allohga shukr. Ayolning shart bilan maktabga kirgandan keyin shu til jihati qiynalib qolyapmiz. Yok yok, o hiç kıyınlık yaşamaz. Türkçe asan, Uygurca %50 okşaydı onu. Yani günlük işte istiklal. Uni ustiga uzun mayoq qilyapmiz, odoq yo'q, yapı sog'lommaydi. Bu yerda shu sizga avval qilib turaverdik. Bo'lsa, bitta ishlatib turdim. Qo'ldagi imkoniyat bo'lgan bo'lsa, qachon dunyoda yaxshi turadi. Vay, onda demen lan. Ben bu kolamdan kelgince yardım kılmaya kalsanlar. O kaçtı onda ağızga ağaçlık işemez o. En mühim mektep kuruluşu olduğunu o. Başka işlerini oylayıp kalanını katılmaya kalsanlar. Yaxşı okusanlar buldu çok. Başka işler asta öz cahil kırdı. Her hastadan Kur'an kursuzu tanışkan bir açış vardı. Pek yaxşı açıştı. Bugün şu açışını yoklap geley degendim. Berip yesem bulamdı. Buldu da kaçan var siz? Yıllıqıca öylən zığıştırıp bulup berip geley dep oylaştım. Ondan keyin açışına yerinden çıqqandan keyin sizin ayınızga barsam, algan kitaplarım batdı. Buldu kızım, tızrak verip gelen düştün ki benim yığınım batı, vakit çıkmaya kaladı. Ma'qul da.
olsanız, nasıl mektep barda vaktiniz bulup kaptı, nasıl kılınamsız bana? Çiğanızı içebilir Ana günde nançılap tamak içip vermeydiken siz dadam bu vakta her gün tamak içip bittiniz. Dadam kelgende dadamı değmemedi. Bu yerda ishlab ham o'qiymiz degan bilan men bir qancha berib baqdim. Muqim ishlamsak ish qilmaydi ekan. Kunlik ya soatlik ishda qilinmaydi ekan. Va yana Misr qaytib ketib o'qishimni shu yerda davom qilishni o'ylasdim. Turkiyaning ko'p azonchilik Misr. Ya qaytib bo'lmasa Misrda bir mezgil turib vatan qaytib ketaman. Misrdan bağlan kim gap qilmas Xitoymi? Ey, gapmi qimidi deyli bo'pti. Ashar yashidan deyli. Asharga anangninki, dadangning, aklaringning, sonlarining, qarindoshlaringninki shu Xitoyning qo'lida ashlan qilayotgan razil iflos, shu bosqinchilik, shu ishlarga chidab shu yerda shuning oxirini ko'rib yashagan qanday vijdon senki, qanday g'urur, qanday yashaydi shu yerda. Amsimiyat qanday yashaymiz? Ya o'qiyolmay, ya ishlab jon boqolmay, ota-onamiz ya urug' tuqqanlarimiz yo'q. Bir ömür qiynalish ichida yashab bo'la olamizmi? Ana ben mektep oldim. Ana. Ya bana, mektep bara gidasmı? Ya, o pul birine ana mektepten bir pul bir ya apurdiken Bana. Bugünkü berip durun, bulamda olmak olsam. Ben Allah'a inşallah sizni ben özüm yapayım. Oyun tükürme bulamda bana. Ama. Bir şey karab bakaya bir şey sizce kalktı bana. Aleyküm assalam, kula ağanız, yaxşı selametler, yaxşı Cüra ikine. Ne oturan Fatime. Kaçan apırsız, her daim apırmen dep mahallam kapkalmaya başı savada işlenirdi. Umaq balam, bugünkçe berip durun mektebi, men keyin sizni özüm aparay, bulamdı. Sanlam, siz tatımay oturup durun, men balamı yolga sel olay mektepte, bulamdı. Arkadaş, bu qiyinchilik bizga menga tug'il kelmagan. Bu bizga bir sinov, imtihon bu. Biz bu yerda voydab Alloh o'tib, umidingni uzibsan, maqsan qilsan, bu imtihonni o'tamaysan adash. Sinanchi ben bu yerda qolsam, imtihon o'tib, ketsam o'tamaydigan o'xshamaymanmi? Qanday o'lsang uzalmaysan adash. Ammo Alloh subhanahu va taolo hamma ishda bir hikmati bor. Bu sınav bekarımga biz gip qolgan emas. Agarda biz bir şeyde yaxshi tirishib, o'qib, bir natijani qazanib vatanga berib, shu urug' tuqqanlarimizni, aksonlarimizni shu nijiz Xitoyning qo'lidan qutqizib, bir xo'shal, xushxo'ram yasaq, undan bir ortiq yaxshi hayot bormiz bizga. Ey billah bu aqasını bir sınıfına gap talashib ketdinglar hamda. Unda o'zingni ichingni siqib, bir-biringlar urushib, gap talashib so'qishib o'tama, uygun shuni qilsam bo'lmamda. Allah'ın ümidini üzme, keçim gündüz dua kılsana inşallah hem iş var o cayık çıktı. Allah hikmetle iş kılacak inşallah. Benim başka bir işlerim var inşallah bir gidiverey. Yani kim paranışıp kılarmış vakit olur kim dua kılma. Uzun buldu sonra hiç görüşemedim. Sizler telefon kılaysam telefon numaranızı jüttürüp koyup dikemez, şunu telefon kılamadım. Qandarak yaxşı tudunuzmu? Yaxşı, elhamdülillah. Şunda çok noyaz imtihandan tayyorliqlari bilan imtihonlarni tugitib ta'tilga chiqdik. Shu anda beka olib kelishim. Pek yaxşı bo'libdi, sizni ko'rib bek xush bo'ldim sizni. Men shunday qo'shildim madam. Har oz yo'lishingizning xabari bormi? Hech qanday xabar yo'q. Voy Allah, xeyli bo'ldi-ya? Bir yil geçti. Allah bir osonchilik beradi. Sizga metasoldi balla bilan. Qanday qilamiz ukam endi? Dinimizni, vatanimizni deb hijrat qildik. Endi Alloh taoloning bu sinoqlarga bardosh qilib sabr qilmasak bo'lmaydi ukam. Shu. Biroq qiyinchiligimiz bormi? Bo'z desangiz men dadamga deyman. Dadam yordam qildi inshaalloh. Yo'q. Rahmat ukam, chiqdi qiyinchilik.
Voy adam, meni o'zingizning fuqisini o'rinda ko'rib, qanday gapingizni qanday qiyinchilik bo'lsa deyvering. Bek shu musofirchilikda bir-birimizga yordam qilmasak, bir-birimizga yor yo'lak bo'lmasak, bizning butun hamma narsamiz tanlagan erkin vatanimiz qoldi. Uyning ijosini bermisiz, uydan ko'chib keting deydi o'ylash. İki balamni deb nagim boramni, ben ko'nglim yedi. Voy ko'nglingiz yerim qimmat, siz yolg'iz emas. Bunday desangiz mening ko'nglim yerim bo'ldi ekan. Men dadamga deyman, inshaalloh dadam yordam qiladi. Ham dadamga o'xshash yordamchi nurg'un insonlarimiz bor, bizning musofirchilik hamma musulmon bir-biriga yordam qiladi, siz yolg'iz emas. Alloh bir osonchilikni berdi va herkes ko'nglingiz yerim qimmat. Ha kızım, bu açınızdan görüştünüz mü? Ha dada ko'rishdim. Uyga borgandim, uyga kirib turishim o'g'li Qur'on kursiga maktabga muhimdan bir yagina o'tgan, menga tayyorlik qilib turgan. Shu opsig'ima pul bering deb xijil, men oldimdan pul yo'q o'xshaydi xijilchilikda. O achishim bir narsalarni men o'zim xijil bo'lib ketdim. Keyin beray deb bolasini yo'lga soldi. Shu keyin paranglashib birdan o'tgandan keyin uyda yeydigan boshqa narsa yo'q o'xshaydi dada. Shu bir 20 parcha non bilan chaylam akirdi. Ha kızım, yoldaşı yok mu? Yo'lda shu pulni hal qilmaydi, vatanga tushib ketgan payt qaytib chiqolmabdi. Bir yil nechta xabar ololmaganlar. Vay Allah, Allah asallık öyle. Neç balısı var ki? Ikki bolasi bor ekan. Sormadan bir qiyinchilik var mıken, bir ihtiyacları var mıken turmuşta? So'rdim, qat'iy deb bergan nima deb ishida. So'ng men dedim, men o'zingizning qayrinishga o'xshash, o'zingizning ufqingizga o'xshash bir ehtiyojingizni istang, dadamga deb birga hal qilamiz dedim. Ha yaxshi debsiz. Har qanday qiyinchilik bo'lsa Alloh xolis birlikda qilamiz. Shu dada shunda deb tushuntirib oldim, keyindan shu uyning ijarasini berolmabdi-ku, pul yo'qdan. Shu uyning egisini uyni bekalab berang deb shuna debdi. Shu ochishim ishga bola bilan men nega borma deb shunda o'zimning ko'nglim yerim bo'lib qoldi. Men o'zimni xijil bo'lib qoldim, yerda mening ko'nglim yerim bo'ldi. Voy uygisi Uyg'urmikan, Turkmikan? Uyg'ur. Ya Allah, tövbe. Manda insanlar bakina. Kiram. Assalomu alaykum hacım. Va alaykum assalom. Oradan kızınız var. Arkadaş, bugün tamamdan pulunu sen yazdır ha. Adaş sen yazdırıp ve alkışlaş. Bari bir pul tanıtı olarak sakın. Başta kolay, mellan yazdıray. Bak 100 ayağından çembe oğuydu. Ha adaş bari bir tanıtı olayımız ki ona. Şunda olsun bugün çıkıp sen yazdıray oldu. Adaş şu Asqar'ın telefonu durup ya. Quruq gapdan boshqa shu telefonda. Tut. Hazır. Kunlar o'taverdi bu yerda. Ya bir xohishdan tayini yo'q. Vatanni xil cho'ng arzu umidlar chiqqan, lekin hech birisi amalga oshmadi. Aslida har qanday ish qilish kerak bo'lsa, vatanni qilsak bo'lgan uni. Ijorat qildik degan bilan biz vatanni o'tirib o'ylaganda, xiyol qilganda kishi yo'q ekan bu yerda. Qanday qilamiz, hamda nima ish qilamiz deb taqabi. Ha qanday qilgan ağalığınız? Elhamdülillah. İşleriniz qanday? Allah razı olsun. İşlerim yaxshi. Şu 2018 chigandan beri shu yangi natijalarni qo'lga keltiramiz deb kalla qattirib degandek. Bo'lib turgan vallahi kuch quvvat ata. Ajmayın aka, Allah razı olsun. Asan qila ishtiram. Ajmayın, Allah razı olsun. Dadam, men may degandim. Ha bo'ldi qizim. Bo'ldi. Mana qizim, yetamda. Herasida açışın şey. Ha bo'ldi qizim, o uyning ijarasini turmush chiqimida men o'zim ismga olaman. Siz xotirjam bo'ling. Yetkazib qo'yaman. Bo'ldi ma'qul. Ma'qul qizim, Allohga amonat etamiz. Bunda işte bir hemşirimiz uyning ijarasini to'layapti ekan. Uyigiz uydan chiqib ketibdi. Bu oyuna egisi Uyg'ur mikan, Türk mikan? Uyg'ur. Ajoyib insonlar. Ukam oldingi qatim siz telefon qilgan chog'da biroz aldirashlab qilib, shuni bugun ko'rsangga o'rlashtirgan. Nima ish bor ekan? Şu Allah razı olsun hacım. Pek mühim iş mi emasda? Azroq qiyinchilik bo'lyapti shu ish tufayli kelgan qishimizda shu. Ha, to'g'ri deysan. Bu ugat men deb bersan, men qanday qilaman? Mening ichim siqildi, qara, mening ichim pushidi.
Asli vatanda chiqmay asli. Nim qilsak shu vatanda qilgan bo'lsak, o'qishni shu vatanda o'qigan bo'lsak, vatandagi shu xalqlarimizni to'p qo'shgan bo'lsak, amaliyotda. Endi bo'g'ilib qopti, bu yerga chiqib qopti. Mush telefonda shu o'ynab, anchiki bir telefonda ko'nglimni qo'shib qilmasak, biz bu yerda saram qilamiz. Umma to'g'ri. Saras o'tganda bir Shariatijonda bir balaga gapini qilsam, bizga ishtib pasulkash bola. Hemen deb qo'ygan ishtib pas biz telefon qilgan bo'ldi. Unda bika jurgandan degina, ishmog'ini bika jurgandan bika ishlar degan gap bor ko'ngillarda. To'g'ri. Shunday ish saqlash. Qisman telefon qilgan bo'ldi. Tamam. Yaxshi bo'pti fikrim. Qanday ishimiz davrim? Har qanday ish bo'lsa inshaalloh qo'limizdan kelishi yordam qilib bir-birimizga hamkorlashib yashamasak qolmaydi bu chet elda. Allah razı olsun aka. Şu diginiz nayetin to'g'ri akam. Bu chet elchilikda siz o'zingiz bilsiz, Istanbulda ham shu Uyg'ur qarindoshlarımızdan ko'plab kelayotgan sir Istanbulga bu chet eldagi qiyinchiliklarni bag'onsi jixlab ketib bordi, çok küçük ketib bordi. Endi shu boshqa bir cho'ng ig'ir masala emas, endi shu akam. Shu Misrdan kelgan bir ikki o'quvchi bor shu. Bu balınki şu menbaıydı turvadı da hazır. Yeydiğen tamak, o bu günlük uşak çeki xiracetini ben kılvadım hem de. Allah razı olsun bu işlememde inşallah yaxşı öpküdü o günlük balınki. Sütük Buraqan vakfınınki yardım bilen mektep uğurlaştırgan bu balın. Daha siz mi bilirsiniz hakka özünüz düşünüp dursunuz şu vakıf dernekinin iqtisadi ahvalı. Başka bir iqtisadi mənbəsi yox, amma pul tapıtqan onu emas bu. Həmmisi Allah rızası üçün iş qılıbatqan yerli olğandikin, ulağımı bək yüklənmay. Məşə özümüzdən bay, sizə oxşaş hacim haqqlarımızdan qışıb gəlib, şu əhvalına qiyinçilik onu bir həll qılış üçün tirişbatımız. Bu balının yataq, tamaq məsələsində yaman bək bişimiz qatdı, həll qıb bulanmay. Yəni vaqıfqa, dərnəkə, o yerə bir yerə deyil desək, bu vaqıf dərnəklərinin özünün qiyinçiliği barkən, pul tapıdığa orun bulmagan iken. Şuna udul sizin kışınızla kelgen hem de. Allah razı olsun fikrim. Sizin konularım şunda hoş oldu. Bana ay müşkülde şuna bir kıyınçılık ve kırındaşlarımızdan aldan, xevaldan, sizde yaxşı inelerimizin barken. Vay yak aka, her yüzümde demen. Bu hemimizden kılıç değişik burçumuz aka. Ha fikrim, müşinçilik kırındaşlık mihri olsa Uygurluğun ömrünü hiçbir şeyden az kaptıdan ha fırsat. İnşallah, inşallah hacım, diginiz kelsin. Çatak yok fikrim, bu işine meal kılayım. Allah razı olsun hacım. Nima bu qara jelib qoldi deb. Nima bo'lganda achchiq qattiq bir kallasini o'g'ray olganda. Deydi ma xabarda hozir bir xabar o'qigan. Deydi. Ha, bizning Sharq Turkistondagi har bir nohiya yezlardan bo'lib deydi. Eng oz bo'lganda 20 ming yoki 30 ming kishi yoki tarbiyalashda yoki turmidi ekan. Hozir tarbiyalashdikilarni u aslo qo'yib bermabdi. Bo'ldi uni mailda turaylik. Ma turmidikilarni hatta turmidiklardagi bizning zulm chekayotgan shu qarindoshlarimizni uligini bermabdi. Uligini bergan taqdirdami uning ishga a'zolari yo'q holat bo'libdi. O'ylab baq. Bir inson shunda bir chidovsiz bir zulmga uchrayotsa, biz bu yerda xabarsiz yuribsak, bu inson tasavvur qilsiz bir zulm qiladi. Bunda xabar olsan iching ichmanda o'ylab baq. Ichindi. Shu ada shu zulmni ayni vaqtda o'zimiz ko'rganmiz. Shu vatandan chiqqan vaqtda xalqimizni, davlatimizni, vatanimizni o'rlik erishtiramiz deb chiqqan. Ammo biz hiçbir ish qilmay kunlar shunda bekor o'tib ketyapti. Ömrimiz bekor o'tib ketyapti. Kesh bo'lgan tangatgan, yo qilishning tayini yo'q. Qanday qilamiz, nima ish qilamiz deb baqardi shuni. Qara, sana desam, mening ichimning eng ichida yeri qara, men bir ish qilay deb qilamadim. Dil to'g'ri hozir. Men hiçbir ish qilmam, kim nima ish qilsam deb o'ylayapman-da, lekin ish qilamiz ekan hozir. Qo'limizdan zot nima ish qiladi? Bunda o'ylash qilish kerak ekan. Endi siz mi bilirsiniz, bizning nurg'unlagan qarindoshlarimiz vatandan hijrat qilib chiqdi Turkiyaga va yoki boshqa davlatlarga. Endi bizning vatanda qurgan planlarimiz chet elga chiqqandan keyin bek tushmaydi endi bu yerning vaziyatiga. Shunda bo'lgandan keyin jiq qarindoshlarimiz ish yo'q, ishsiz, ya til bilmagan. Ammo shunda vaziyatda yomon qiynalib, endi iqtisodiy jihatdan bo'lsin, bek qiyinchilikda parishon, vayron bo'lib ketib bordi. Şuna bulga ya iş tepelsek ya hemmisi bir yere gelip Türkçe kurs içip versek oldu hacım ki ya. Nayet yaxşı oylab siz bek beyler öylesiniz fikrim. Bu işni biz birlikte oylaşa bil qilaylik. İnşallah hacım, Allah razı olsun. Qanda balla bir çay kahve neyse ekleyeyim mi? Rahmetle Allah razı olsun. Ecmain.
Bu çağır bu acayip iş tikepsen ko, dersini taşlap kelmegensiz kan. Ha ya. Üçlü gün dersi yoktu. Ama aldırıp lan. Yani şu ülke makasının çağırıştığın maksat karamak. Şu okuş bulunun el kıgan Allah'ın inayeti bilen. Şuna bak az demeyem de, azırçı başka hiç çıkanda ben şimdi kallamını çizmeyin. Özalma Hristiyanlığı işi sanatkan. Ya Allah sakınmayın. O amcanın gitken tutan. Rahmet aga. İlan ufkam. Bu ne? Karşı onun için teyaldı ufkam. Al tutan. İlan. Onu tutan ufkam. İlan. Bu ne? Karşı onun için. Ecmaîn ufkam. Karşı onun için alayda el kıldık boşuna. İnşallah okşuğunu yaxşı okusana biz üçün kifayət ufkam. Biz hem kolumuzun kiliş çakasından yerden kılış için tirişimiz ufkam. Ama arkadaşlarım çokum yaxşı okuşunu gerek. Kalmamızın hiç kanda benesini kırgızlanmayı, hiç nimini oymayı yaxşı okuşunu gerek ufkam. İnşallah. Vatanimiz kelbise, arkadaşlarına okşuş, okumuşluq, ixtisasiliklerine muhtaç ufkam. İnşallah her kanda kıyınçılıklı biz hal kılış tirişimiz. Hem işler Allah'ın iradesinden yaxşı okuyudu ufkam. Bu fikirleme tek okuyudu. İnşallah. Sizde mi bek ev arqat kaka? Yok. Şimdi hakikaten bizim şu iktisat bek muhtaç kaldık okuş şeriyanda. Allah razı olsun. Hem bunun ikin hem de mening Mısır'a qaytib ketishimni ama Xitoyga qaytishimni ama hech qanday zurriyat qolmadi. Hem de aqasonlik mishta yordam qilgan bayaklarimiz yiqilgandan keyin yaxshiroq o'qib, natijani yaxshi qazilib, vatan uchun bir kishilik kasimizni qo'shamiz inshaalloh. Bugün bo'lgan kichikgina bu hamkorlik bir qarindishimizning da'vo sipimizga qo'shilishiga turtki bo'ldi. Bir qarindishimizning da'vo yo'lida yolg'iz emasligini tonib, da'vosiga bo'lgan intilishi, irodasi taqimi kuchaydi. O'z vataniga atagan umrining suvdek eqib ketganligidan zarlanib, hech ish qilinmaganligidan o'kinayotgan ikki qarindishimizning qaytadan o'rnidan turishiga sabab bo'ldi. Bir g'urbatdagi hamshirimizga oz bo'lsa-mu mehr shafqatimizni yetkazdik. Mehribon ve şefkatlik ulug' Rabbim Allah. Bizge mehri şefkat qilib, bugungi hamkorligimizni bütün Türkistanlik qarindoshlarımızın arasida keng yeyib be. Fakat sallah xolasan, bugungi ruhimiz bilan ilgirlasak, uzunga qolmay shu go'zal ana yurtimizni Xitoyning qo'lidan qaytarib olishimizda shak yo'q.